Assalomu alaykum hurmatli aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bir guruh ziyoratchilarimiz 25-noyabr 2025-yilda Umra ibodatlarini ado etishlik uchun Saudiya Arabistoniga tashrif buyurgan edilar. Ushbu ziyoratchi otajonlarimizga 2025-yil 28-noyabr sanasida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Ravza-i muboraklariga kirish ruxsatnomasi taqdim etildi. Barcha ziyoratchi otajonlarimiz jam bo'lib, Payg'ambarimiz Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamning Ravza-i muboraklari sari yo'l olmoqdalar. Inshaalloh otajonlarimiz Ravza-i muborakda xalqimiz, farzandlar haqqiga ko'pdan ko'p duolar qiladilar. Alloh taolo barcha ziyoratchilarimizni duolarini qabul aylab, har bosgan qadamlariga ajr va mukofotlar, qalblaridagi niyatlarni eng a'lolariga ziyoda qilib yetkazdirsin.